Assalomu alaykum aslzoda ko'rarmanlar. Bugun men sizlarga Yaponiyadagi bonsai daraxti haqida aytib bermoqchiman. Mana shu men orqamda ko'rib turganingiz bonsai daraxti hisoblanadi. Bu daraxt yaponlar uchun shunchaki daraxtgina bo'lib qolmasdan, 1000 yillik tarixga ega, madaniyat, san'at vazifasini ham o'taydigan daraxt hisoblanadi. Chunki yaponlarning bu bonsai daraxtiga nisbatan mehr-muhabbati juda ham kuchli. Bu daraxtga shunchaki daraxt emas, falsafa sifatida ham qarashadi. Bu bonsai daraxti yaponlar uchun tinchlik, go'zallik, sabr va tartib intizom daraxti hisoblanadi. Bonsai daraxti haqida juda ham ko'p qiziqarli faktlar bor. Eng qiziqarli faktlardan bittasi Hiroshima va Nagasakiga tashlangan atom bombalari paytida ham omon qolgan daraxtlardan bittasi hisoblanadi. Mana bu siz ortimizda ko'rib turgan 500 dan ortiq bonsai daraxtlari bu Yaponiya imperator saroyining oldida ekilgan bonsai daraxtlari hisoblanadi. Bu bonsai daraxti Yaponiyaga bundan 2000-3000 yillar oldin Xitoydan kirib kelgan deyiladi. Ammo Xitoydagi bonsai daraxti bilan Yaponiyadagi bonsai daraxti umuman bir-biridan katta farq qiladi. Chunki Yapon dehqonlari, Yapon bog'bonlari bu bonsai daraxtlarini o'zlari qaytadan payvandlab, mana shunday go'zal holatga keltirishgan. Yaponlarni tabiatga va daraxtga bo'lgan muhabbatidan o'rnak olsak arziydi. Salomat bo'ling!